ko'p narsa qilib yuborsa kerak deb o'ylaganman. Baribir Ajax maktabi to'p nazorati bilan o'ynaydigan Usmon Dembeledan pas ikkinchi qavatda va gol! Abameyang gol urdi. Sanchib ketdi hozir. Usmon Dembeledan uzatib berilgan to'pni. Saltoqani Auba bo'yicha ham Barselona oldinda va ikkinchi Araujo yo'llangan to'p. Bugun Barselonaning boshi Realdan balandda. Tan olaylik. 2 marotaba bosh bilan kiritilgan Auba zarba yo'llashi mumkin. Ideal pas endigisini gol urish kerak. Uyatlar bo'lib ketardi agar Ferran Torres urmasa. Minimal sayr qilib yurdi Barselona Realning himoyasida. Davron mana shunaqa gollardan keyin nimaga xafa bo'lishadi desa tushunmayman. Mana Barselona Ter Stegen darvozada, Araujo, Pique, Garcia, Alba himoyada, De Jong, Busquets, Pedri yarim himoyada, Dembele, Aubameyang, Torres hujum chizig'ida. Gollar Araujoga tegishli, Aubameyangga tegishli, yana kimdir to'p olib qo'ydi. Torres raqib darvozasini ishg'ol etdi. 0-3. Kazemiroga hammadir tushuntiryapmiz.